Assalomu alaykum. Ikra oldik qarindoshlar. Hammanglarga Abdurim G'aniydan salom. Assalomu alaykum To'g'liqqa. Va alaykum assalom. Suhbat programmasiga naq maydondan qatnashib berganligingizga ko'p rahmat aytaman. Bugungi bu suhbat programmamiz Marko Rubioningki vazifaga tayinlanish guvohlik yig'ini va Uyg'ur masalasi. Mushu temada asosda avval tug'ilgan bir qisqacha mushu haqda bir leksiya berdi. Uning keyindan mushu suhbatga munosabatlik 11 savol va shu 11 savol asosida munozara olib boramiz. Programmani boshlashdan burun hammamiz ko'ryapmiz, bir qancha kun bo'ldi Tailanddagi qarindoshlarimizni Xitoy qaytardi degan bu ichirish xabar butun diasporadagi Uyg'urlarning qalbini yana bir qatim vahimaga soldi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur tashkilotlari o'z turishli davlatlarda Tailand elchixonasining oldida namoyish qilish orqali Tailand hukumatiga bo'lgan norozilik ifodalab, Tailand elchixonasiga o'zining talab takliflarini sundi. Bugun Gollandiya parlamentidami Gollandiyadagi siyosiy partiya, ya'ni O'ylam partiyasi, Denk partiya deymiz. Bu partiyaningki Gollandiya tashqi ishlar ministriga yo'llagan bir taklifi bor ekan, xati. Bu vaqtda menga ular uchur berdi. Shuni xalqim bilan o'rtoqlashib qo'yay, ozroq bo'lsa-mu bir yaxshi xabar ekan. Ya'ni Gollandiya tashqi ishlar ministriga Gollandiya parlamentidagi yig'inda ya'ni O'ylam partiyasi o'zining taklifini sunib, Gollandiya hukumati va tashqi ishlar ministrligiga Tailand tashqi ishlar ministri aloqalashib, shu turmada yetayotgan 48 Uyg'urni Xitoy qaytarishga qattiq norozilik ifodalagan. Shundaqla bu Uyg'urni bexatar joyga yetkash to'g'risida taklifni bergan. Uningdan boshqa Gollandiya Yevropa ittifoqi davlatlari ichida Tailandga eng ko'p mablag' solgan, ya'ni iqtisodiy mablag' solgan bir davlat ekan. Gollandiyaniki bu xil ya'ni iqtisodiy manfaat nuqtasidan turib, Tailandniki kishilik huquqining nacharligiga besim yetish orqali o'ziniki iqtisodiy nimasidan ularga besim qilib, bu Uyg'urlarni qat'iy qaytarmaslik. Shundaqla ilgari, ya'ni 2015 yilda Xitoy qaytarib o'tgan 109 Uyg'urni izdirgan qadami Gollandiya hukumatiga tashqi ishlar ministriga sungan takliflarni haqida menga bu to'g'risida uchur berdi. Buni Facebook'im chiqarib qo'ydim. Men yana bular surishtirdim, mana kurashdim. Sizlar bu taklifni suribsan Gollandiya tashqi ishlar ministriga, ular Tailand tashqi ishlar ministriga kurashgandan keyin bu vaqt o'zing kurashganlarga javob beramiz desam javob berdi deydi. Javob bergandan keyin javobni yana menlar o'rtoqlashgan bo'ldi. Shundaqla buni qarindoshlarimizga yetkazamiz. Qandoqlikin bo'lsa Gollandiya tashqi ishlar ministrligi Tailand tashqi ishlar ministri bilan kurashishning bosqichini besibdi. Bu bir xo'sh xabar ekan. Janob Alloh shu Tailand turmusida azob chekayotgan shu qarindoshlarimizninki tezroq bir qutulib bexatar bir davlat ketishini Janob Allohdan tilaymiz. Unda bo'lsa bugungi programmamizni kiritaylik. To'g'liqkas eng avval degan shu Marko Rubioning vazifa tayinlash guvohlik yig'ini va Uyg'ur masalasi haqidagi bu suhbatda o'zingiz tayyorlagan shu leksiyani bir suning, uning keyindan savollarni men so'ray. Rahmat. Rahmat sizga. Bütün dünyadaki barlıq Şərq Türkistanlıq yerindaşlar oldu bilen şu bugünkü yakshanba günülarga xayrlik olsun. Ben bir yerde Abdurrahimcan inimizdeki bugünkü şu leksiyani demdik, yak söhbetini demdik, orunlaştırganlığı için rahmetimi bildirme. Hem de ikram aldı da toplangan barlıq yerindaşlarga rahmetimi bildirme. Hem de Marko Rubio'ni hem Uyg'urlar tanıydı deb bilmem. Çünkü Marko Rubio to'g'riliq o'tganda Abdurrahimjon inimiz bilan bergan suhbatda şu Donald Trump ko'rsatgan nomzodlarning hammasini bir qo'r tanishtirib o'tgan to'q Marko Rubio ikkinchi o'rindagi tanishtirish bo'lgan vaqtda birinchisi J.D. Vance, uning orqasida Marko Rubioni tanishtirgan. Endi Marko Rubio Amerikada uni
Amerika'da onu Secretary of State deydi, hem de bu ştat işleri sekretariye dep aldım ben. Hem bazıda katibe dep aldı. Marco Rubio hem de özü bu tigi Kubalıkçı, bu Kubalık olandan keyin şu bu komünist devletni öz komünist devletde tug'ilmagan bo'lsa, Kuba tug'ilgan bo'lsa, lekin oila tarbiyalarini ilib shu komünist sistemga ait bir xil üşmenlik şəraiti çoğalğan. Şunun üçün özünün şəxsi təcrübəsi, ailə təcrübəsini aytqan çağda bu kommunizm ait öş. Bununki qılıb gələn işlərimi şu komünist sistemisi, Xitayninki hazırki şu dünyadaki nemeler qartana ait qattiq qo'lliq siyosatni hamda buni burgut deydi, yani çoğun bir Xitay qarşı çoğun burgut deb tunuydu. Hawk deydi. Hawk deb İngilizce. Ama bugün bu söhbetnin hem de merkez kısmı şu Marco Rubio'nun şu çarşamba günü, yani ötken çarşamba günü şu kongresde ötküzülgen bir anlatış yığını var. Bunu hem de tayinlaş yığını desek bu anlatış yığını. Bu ne degende confirmation hearing dedi İngilizce. Confirmation hearing degeni hem de Uygurca'da cazimleştiriş, anlatış dep alsak muvaffak boldu deyme. O 5 saatga yaqin davamlaşkan. Demek çarşamba günü asasen bir gün şu Marco Rubio şu 100 senatanın aldıda özününki bundan keyinki şu işlerini qandaq beceriş to'g'riliq özünün planını berdi, endi so'raldi, ularga ait muvaffaq javob berdi. Muştaq ahvol. Shuning uchun men tayyorlagan narsani bir boshdan bir yoqni o'qib, endikin ba'zi tushuntirgan mazmunlarni biroz tushuntirib maqman, chunki vaqt munosabati bilan bugun hamda Abdurimjon bilan so'zlashgan bo'yicha bu suhbatni shu 1 soat ichida tugataylik deyishgan to'q. Shuning uchun oldi bilan shu men 8 nuqta tayyorlagan uchun 8 nuqtani bir tushuntirib o'tib, endikin savol javoblarga kirishimiz. Abay uni Abdurimjon inimiz tanishtirib o'tgan. Endi qani o'qishni boshlayman. Marco Rubio'ning jazmlashtirish anglatish yig'inidagi nuqtalari. Bu ham 8 asosli nuqta ustida qisqacha mening analizimda bu. Tashqi siyosatdagi mo'l tajribasi bilan keng doirada e'tirof qilingan senator Marco Rubio Amerika tashqi ministrini anglatish yig'inida Cumhuriyet ve Demokratik Partiyadan ibaret ikki partiyaning o'rtaq qo'llashiga erishdi. Xalqaro masalalarga tafsiliy ko'ngil bo'lganligi va shu tarafdagi tajribalari bilan tanilgan Marco Rubio o'zining yer sharidagi muhim xrislarga tutgan pozitsiyasini bayon qilib o'tdi. Kuchli ittifoqdoshlik va kishilik huquqni tashabbus qilish bilan bir vaqtda Trump hukumatining muhim siyosatlari bilan moslashishga aniq signal berdi. Tövendeki şu Rubio'nun anlatış yığınındaki muhim noktaları. Birincisi nima degan joqda, birincisi yashari xarakterli raqobatlar degan kimlar deganda, bu yerda Marco Rubio Xitoy, Rossiya, Shimoliy Koreya va Irondan iborat 4 davlatni Amerikaning raqibi, ya'ni şu o'zining gapi bo'yicha mau access of evil deydi o İngilizce. Evil deganimiz şeytan degan gapda. Access of evil degan şeytanning o'qi deb tushunsak bo'ldi. Shularni ishtaq qilgan. Rubio Xitoy, Rossiya, Shimoliy Koreya va Ironni Amerikaning asosli raqibi deb aniqlab, ularni yer sharining muqimsizligini ilgari surdigan terrorlik gruplarını mablag' bilan ta'minlaydigan va BDT'dagi rad qilish huquqidan foydalanadigan yomonlik o'qi yoki shu shaytonning o'qi deb tasvirladi. Bu nihoyat bir qattiq gap. Demak, Amerikaningki dushmanlarini aniq mishada ko'rsatib berdi. U Xitoy kompartiyasini qattiq tanqidlash bilan bir vaqtda Rossiyaning Ukrainadagi urushini oxirlashtirishning lozimligini ta'kidladi. Bu urushni Vladimir Putinning tajovuzchilik qilmishiga bog'ladi. Rubio
İran, Şimal Kore ve Xitayning Rusiyaning harbiy ve müdafaa stratejisini qo'llashlik rolini tilga olgan. Buni hammamiz buningni xabarimiz bor. Masalan, Xitoy shu Rossiya bilan Ukraina urushi kelganda Rossiya taraf turib Rossiyani maxfiy oldi qo'ral ta'minlaydigan ishlarni qilib keldi. Endi Shimoliy Koreyadan shu bir necha ming askarni avatib ashada urush qilyapti. Hozirgacha ashada ular urush qilyapti. Mushlar qarta degan gapdir bu. Bu birinchi nuqta. Endi ikkinchi nuqta kelaydi. İkinci nokta nima deganda İsrailiya ve Gazze to'qinishiga tutgan pozitsiyasi. Buningda Rubio İsrailiyaning Hamas bilan bo'lgan to'qinishdagi harakatini oqladi. Hamasni fuqarolarni qalqon qilib ishlatdi deb aybladi. U G'azzadagi fuqarolarning hayotidan ayrilgan İçinişli facianı. Bir yerde biz bilimiz var. Belki 100 mingdek adam yerde kaza öldürüldü. Şu buğan şu ne facianı itiraf kıldı ve bunu uruşunun kattık reallığı da karadı. Onun diginde uruş buğandık elbette adamlar öldü diyen mandak məhəldə ötküzübətdi. Hem de anlatışığında İsrailiya bilen Hamas oturusunda vaqtliq urush to'xtatish kelishim e'lon qilindi. Buning da hammamiz xabar bor shu dal chorshanba kuni bu yig'in ichilayotgan chog'da ashada riyosat qilguvchi shundoq yangi xabar keldi. Izrail bilan Hamas shu vaqtliq urushni to'xtatishga imzoladi degan xabarni ashada e'lon qildi. Naq maydonda e'lon qildi. Men anglab chiqqan shu vaqtda lekin anglatdi shuning bilan bu bir hesapta Rubio'nun ta'kidlagan nuqtalarini bir hesapda ashada aniqlagan bo'ldi-da, aniqlagan bo'ldi. Ham bu yerda men mundaq qarayman-ku, bu bo'lgan ish shu hammamiz bilamiz-ku, Donald Trump shu bir necha haftadan burun o'tgan yilning oxirlarida ashak o'tirib qo'ygan shu Hamas bilan İsrailning urushi jazman to'xtash kerak. Agar ular urushni to'xtatmaydigan bo'lsa, deb Hamasga tahdid soldi-ku, do'zaxning kunini ko'rdi degan tahdid solgan. Ham bu keyin qanday bo'ldi deganda, navbatdagi hamda Bayden hukumatı bugundan boshlab tugaydi-ku, shu Bayden hukumatı bitma buningga kuchab Trump tahdid solgandan keyin mana dal shu Trump tahdidga chiqishdan burun Trump tahdid chiqdi. Chiqishdan burun bu urushni to'xtatgan bo'ldi-da. Demak, Trumpning tahdididan Hamas qo'rqdi degan gap. Chunki bu yerda bir narsa bor-ku, sizlar balkim diqqat qildinglar. İsrailiya bilan Hamas shu o'zaro suhbatlashayotgan chog'da İsrailiya shu G'azzaga ne bombardimon qilib, ashada bir ba'zi bir xabarlar qaraganda 48 mi 50 necha odamni shu kuni shu bular suhbatga qo'l qo'yishayotgan vaqtida ashada shuni qilganda, demak mandaq yer bor. Endi yana bir narsa bor. Bu to'g'riliq men bir uchturni sepib qo'ygandim. J.D. Vance bor-ku, ma'mur prezidentlikka saylangan. Shu J.D. Vance'mi shu bir haftadan burun bu shundoq gapni qildi-ku, xalqlar muxbirlar so'radi-ku, endi zodi Trump shundoq deb qo'rqityapti, zodi nima qilmoqchi desa, shu vaqtida J.D. Vance shu balkim deydi. Shu İsrailiyani shu qurolli hujum qilib G'azzani tubsiz qilish mumkin degan nimani qildi-ku. Endi bu yerda Hamas buningda qanday yer keldi deganda, o'zining azroq bo'lsa bir kuchini saqlab qolish uchun imzoladi. Lekin bu ish talto'kis tugdimi uni bilmaymiz. Ya'ni ahvol qaraymiz, oldimizda qanday bo'ldi, ahvol qaraymiz. Demak, endi hostijlar, ya'ni tutqun qilinganlar qo'yilib etilgan bo'ldi. Bu mushunchalik bo'ldi-da bu xabar. Bu bir nuqtalik ish bo'ldi bu. Demak, Marco Rubio Amerika'nın İsrailiyani qo'llaydigan siyosatni davomlashtiradigan to'g'riliq aniq signalni berdi. Chunki ikki partiya, Amerikadagi Cumhuriyet Partiyasi bo'lamdi, Demokratik Partiya, bular har ikki partiyaning bu İsrailiyani qo'llashda bularning pozitsiyasi aniq. Bu yerda birdek bo'la oladi.
Shunday. Endi 3-chi masala nima deganda NATO. Endi NATO ne endi Uyg'urchada Shimol Atlantik ahd tashkiloti deb olamiz. Endi men NATO deb deyman. Chunki NATO degan hozir bir umumlashgan bir atalg'i bo'lib ketdi. NATO degan nimaligini hammamiz tushunamiz. Amerika mı NATO'nun bir azası, en bir çoğun azası da harbiy jihatdan, kuch jihatdan aytgan chog'da. NATO'nun azası turib, bo'lganlikdan Rubio bu yerda Trump bilan sal o'xshamaydigan ko'z qarashni o'tirib qo'ydi. Rubio Shimol Atlantik ahd tashkilotini qo'llaydiganligini yana bir qatim ta'kidlab o'tdi. U bu yerga kelganda Trump'ninki ilgirki shu NATO'ga bo'lgan tanqidlarga bir chet qarib qo'yib, o'zining pozitsiyasini aniq bildirdi. Hamda shu NATO'ni Amerikaning halqliq bir ittifoqdoshi deb o'tdi. U Yevropa davlatlarining texnik kuchli ittifoq bo'lish uchun mudofaa chiqimini oshirishning muhimligini ta'kidladi. Bu yerda deganligi nima deganda o'tganda mushto'g'irlikni bir suhbatda deyishgan to'q Trump shu NATO davlatlarininki har birisining shu 2%dak chiqimini ko'tarishga, davlat mudofaalikka ajratishga shuningga talab qilganda agar shunday qilmaydigan bo'lsa biz NATOdan chiqib ketishimiz mumkin degan gaplar tahdiddan qilgan. Endi buning kelganda Marco Rubio buningga qo'shildi. Ular jazman u nimasini ko'tarish kerakda. Shuning uchun majiyatni aytgan chog'da bu nima Rubio'ninki ko'z qarashi Trump bilanmi yana birdek bo'ldi degan gap bo'ldi. Bu 3-chi nuqta. Ham 4-chi nuqtaga kelganda Xitoy qarshi turish. Yani Janubiy Xitoy dengizi ve Tayvan, Filipin meselesi to'g'risida nurg'un savollar qo'yildi. Ularga javob berib chiqdi. Rubio Amerika Xitoyning Janubiy dengizdagi jiddiy vaziyatning yer shari xarakterlik oqibatlarini bo'libmi Sharq nomi ittifoqdoshi Filipinni qo'g'dashga munosabatlik ogohlantirishlarni berdi. U Tayvanning mudofaasini kuchaytirish, Beijingning harbiy tajovuzchilik qilishining oldini oladi hamda Xitoy kommunistni Xitoy kompartiyasini Amerikaga duch kelgan eng muhim raqib deb tasvirlab, ularning texnika, ya'ni Xitoyniki texnika, iqtisodiy va jo'grafiyalik siyosiy iqtidorini tilga ilib tuvandik gapim dedi. Ma'ni o'qib beray. Xitoy Komünist Partiyasi Amerikaning tarixdagi eng kuchli va eng xatarli dushmani dedi. Ularda Sovet ittifoqi azaldan ega bo'lamagan narsalar bor. Ular bizning texnik raqibimiz va sanoat raqibimiz, iqtisodiy raqibimiz, jo'grafiyalik siyosiy raqibimiz. Ular hozir hatto hamma ilmiy sohalarda biz bilan raqobatlashyapti. Bu favqulodda cho'ng raqobatdir deb oldi berdi. Demak bu Marco Rubio Xitoyning Amerikaning eng ashaddiy dushmanligini ochiq oshkor o'ttirib qo'ydi. Buningda nima yo'q. Ham garchi hammamizga ma'lum bo'lgan Trump oldin kuni Xitoyningki diktatori Xi Jinping bilan telefonlashdi. Uning bilan bunikini hamkorlashib, shu dunyoning tinchligini saqlash uchun birlikda tirishimiz degandek gaplarni qildi. Lekin bu oyoqda anda deyotgan bilan Marco Rubio oyoqda Xitoyni yana eng cho'ng dushman dedi. Marco Rubio bu yerda Trumpga o'xshash. Trump ba'zi chiqib, ancha-muncha chiqib, Xi Jinping bilan mening aloqam yaxshi, u mening do'stimdi, andig'iti. Andina Putinni uning bilan paranglashqini bo'ldi. U deb o'zining davlati uchun ish qilyapti deb atal Kim Jong-unni shundoq maqtagan gaplar bor. Lekin Marco Rubio bu jihatda pozitsiyasini aytdi. Ularni bir og'iz tilga olmadi.
Janubiy Koreya bo'lamdi, Rossiya bo'lamdi, Xitoy bo'lamdi, hammasi bizning dushmanimiz deb aniqla tamg'i besatdi. Bu narsa. Bu to'rtinchisi. Endi mishada mavu yana bir bet qarpang mishada bir narsani qistirib qo'yma. Bu yerda yo'q ekan, mishada turib turaylik. Endi bu yerda mavu Marko Rubioning yana bir degan nihoyatda muhim bütün hamma odamlarni bir xil cho'chitadigan bir xil shakldagi bir so'zni qildi. Men buni o'qib beray bu uniki. Marko Rubio dedi, agar biz hozirgi o'xshash yo'lda minib ama keketinglar mı yedim aslında. Eğer biz hozirgi o'xshash yo'lda 10 yil mangsak, biz hayotda tayinlagan barliq muhim narsalarda Xitoyga beqinib qoldigan bo'lib qolmaymiz dedi. Ma gapni anglang. Xitoy hammani biz uchun qaror qildigan bo'ladi. Masalan, qon besim dorilardan boshlab qandoq kino ko'rish va boshqa barliq narsalar. Ular hozir en ciddi mineral maddelarni kontrol qilib oldi. Hatta elektronlik mashina va batareyalarni ishlab chiqarishni Xitoyga tayinlaymiz. Agar biz buni o'zgartmasak, biz bexatarligimizdan boshlab salomatligimizgacha kundalik turmushdagi hamma muhim narsada Xitoyning ruxsatini oladigan, Xitoyning bizga ma'qul yoki yo'q deyishiga qarab qoladigan bir dunyoda yashaydigan bo'lib qolmaymiz. Bu naytı müştaq bir eğir nimini bəddə bir demək şu bulardan qattiq qutuluşumuz kerak, bularni qattiq qarıştırışımız kerak degan ma'noda bu gapimda bor. Hamda ma 5-chi nuqtaga kelay. 5-chisi ham bizning hammamiz qiziqadigan Uyg'ur qirg'inchiligi va kishilik huquqini qo'g'dashni tashabbus qilish. Marko Rubio buningda nihoyatda aniq pozitsiyasini bildirdi. Hamda biz hammamiz bilamiz Marko Rubio şu 14 yildak şu Amerikaninki nima istixborot o'rinlarda andikin tashqi ishlar komiteti bo'ldi-ku, ma kongressda. Şu 14 yildak şu komitening a'zosi bo'lib kelgan. Bu tashqi ishlarda mo'l tajribaga ega. Andin bu biz uchun eng muhim yeri bu Marko Rubio şu 2017 yıllardan başlap da şu Uygurlarınki şu kişilik hukuk qo'g'dashlarda cho'ng ishlar qilgan. Şu Amerika Kongressidan o'tkazgan bir qancha qonunlarni şu Marko Rubio demokratik senatorlardan birlashib o'ttirib qo'ygan hamda ular tasdiqlangan. Endi eng oxirgi kelganda yana qanday qildi deganda şu Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash qonuni qo'ydaymi? O qonun 25-si amaldan qoldi. Ammo eng yaqin ya'ni bulto 10 oydan boshlab Marko Rubio bilan Jeff McKelly degan odam bor. Jeff McKelly ikkisi shu qonunning muddatini uzatish uchun yana bir qonun loyihasini o'ttirib qo'ydi. U tasdiqlanmadi, lekin Marko Rubio agar Marko Rubio sekretar bo'lgandan keyin, davlat ishlari sekretari bo'lgandan keyin bu ishlarni jazman bir taraf qildi, hal qildi deganga. Uyg'urlar uchun foydali deganga. Endi o'sha yerda yig'inda nima bo'ldi deganda, Rubio Amerikaning ta'siridan foydalanib kishilik huquqni ilgari surishga va'da berdi. Bo'libmi Sharqiy Janubiy Osiyoda u Taylandga besim ishlatib, Taylandda tutib turilgan 48 nafar Uyg'urning Xitoyga qaytarilishining oldini oladiganligi to'g'risida va'da berdi. Bu yerda u savolni kim o'tirib qo'ydi deganda Jeff McKelly degan
senator var. Şu oturup koydu. Bu ben abay dep ötüm Jeff Merkley bilen Marco Rubio şu Uygur kişilik kanununu ikisi birli layihalagan hem layihasini ikisi birlik tutunğanda şu sualını del şu adam oturup koydu. Oturup koygandan keyin bu naiti iniq aşağıda cevap verdi. Mesela Jeff Merkley şu Tayland'ın işik doğruluk Uygurların kanda bir taraf kılışımız diyen şunun yardımlaşamsız diyen elbette de nait keskin cevabını verdi. Hem de Tayland hükümeti bilen hemkarlaşıp bu işe derhal köngül böldüğünlüğünü inik verdi pozitsiya bildirdi. Hem de tünögün go deyman tünögün bir haber qarsam tünögün bir karar qalsam şu Tayland yani taşqı işleri ministrimi özü nimege çıkıp bu Tayland Uygurlarını biz Xitayga qaytaradigan planımız yok dep bu gapni aşağıda iniq dedi de demek bu yollarını hazır meniş başlap boldu degan söz. Demek av 48 nefer Uygurlar bir hesapta Xitayga qaytarılmaydigan boldu dep qulas çıqasam boldu dep qarayman. Hem bular şunun bilan iş bitemdi degan yeri yo'q. Ularni nega opirish, nega qoldirish degan masala borda. Bugun bir muloyiz qilsam, ba'zilar balki buni Türkiye ayıp geçiş mümkün. O 48'in dedi. Çünkü Türkiye öz vaqtida 350 neferdek Uygurni. Abay Abdurrahimcan şunu dep o'tdinglar. 350 neferdek Uygurniki ya 200 neçisini Türkiye ayıp ketken. 109'ını ma Xitoyga qaytarib etgan shu vaqtida. Ham shu ma'lumot degan qolganlarda, bu qolganlarini mening yana o'ylaydiganim balkim Amerikaga ekvilish ehtimalim bor. Agar boshqa davlatlar yo'q olmaymiz deydigan bo'lsa, Marco Rubio va'da bergan yerda uni balkim Amerikaga ekvilish ehtimalim bor-da. Unda bo'lsa ularningki ishi bitdi degan gap bo'ldi. Ama bir şeyde bir narsani deb o'tay, balkim bu gapimni balkim nurg'un odamlarning quloqiga yoqmaydi. Mao Abdullah Abdulhamid deb inimiz var. Bu muşu iş doğruluk en başta muşu vay Tayland 48 Uygur'unu 48 Uygur'unu Xitay qaytarıdığan boptu. Bunun derhal hareket küçümsek olmaydı. Dep şu bütün dünyadaki barlık Uygur teşkilatları hem de barlık Uygur cemaatinin ciddi hareket küçüp ulanı kurtuluşu yoluga kirish kerak deb bir tashabbusni qilgan o'zi mana shu so'zligimni ulab qo'ydim balkim ko'mgan bo'lsanlar so'zlaysiz aytdi hayajonliq holda so'zlaganchu so'zlab bundab bo'ldi qarasam bir necha kun jim turdi-da nurg'unimlar keyin qaraydigan bo'lsam bir muncha tashkilotlar rasm tushishib o'zlarini danglab xuddi ular ozod qilib chiqarayotgandek bir qiyofatni ko'rsatyapti-da Abdulhamid inimizninki qilgan ishini hech kim eg'iz qilmamoqda. Buni aytib bir nima bir qiliqsiz, axloqsiz odamlarning ishlab berdi. U kim qilyapti, nima uchun boshildi deganning sababchisi qanday anlading degan sababchini qo'y o'zlari xuddi o'zlari qutqizayotgan. U qilayotgan namoyishlar, hamma narsalar nima u Uyghur mushu chet eldagi kishilik huquq tashkilotlarining majburiyati u. Qilmisi bo'lmaydigan narsa. Shu orqali jon beqotil non tepatdi. Bu yerda nima uchun shunday odamlarni bir kichikini bir ismini o'simi eg'izga atab menda bir demaydi bu ishni. Men hozir tushunmadim buni. Bu meni nihoyatda bir bearam holat qilib qo'ydi. Men mush to'g'riliqni bir chiqib so'zlaydigan yerga kelgandim. Qarasam diqqat qilaylik tashkilotlar. Bu yer tashkilot. Va kishilik huquq orqali jon beqayotgan tashkilotlar mushuni aniq anlanglar. To'g'liqqa sizlarning bu kishilik huquqni qo'g'dash degan sizlarning majburiyatinglar. Sizlarga yedim bo'lamdi, nadim bo'ldi, berayotgan pullarning hamsi shu ishni qildi deb bergan. Sizlarning majburiyatinglar. Uni danglab o'zinglarni maqtaydigan paytma emas hozir. Onun üstüne bu hazır bu iş Amerika'nınki senatorları oturup koyatkan mesele olgandan keyin sizlarning o oynagan rolinglar çağlıq verdi. Şunu bilip qo'yish kerak. Shuni qisqacha deb qo'ydim, endi o'liqi
hoşaqmaydiganlar jiq bu gapni mayli shunda bo'lsin deb o'taydi. Endi qani 6-inchisi kelaylik. 6-inchisi Ukraina urushi va Amerika siyosati. Rubio ilgari Trumpning Amerika birinchi maydonini tanqid qilgan edi. O'z vaqtida yo'q degan bu to'g'ri. Lekin keyin bu Prezident Trump'ninki Ukrainaga bo'lgan ko'z qarashi bilan texmo yaqinlashqish boshladi. U Amerika Meksika chegara bexatarligiga mablag'ning kamchilligini bahona qilib 2023-yili Ukrainaga Amerika tarafdan Ukrainaga yordam qildigan qarorlarga qarshi qilgan Marco Rubio. Şu Ukraina urushini suhbat orqali oxirlashtirishga chaqirdi. Ukrainaning tinchligini qo'lga keltirish uchun ba'zi zaminlarni e'tirof qilish kerakligini o'tirib qo'ydi. Demak, biz xabarimiz bor, hozir Ukrainaninki 20% tak nima zaminni Rossiya egallab bo'ldi. Endi bu yerda Ukraina mo shu kuchining barishicha o'zlariga tava bo'lgan o'zlari hamda o'zlarining zimini deydigan yerlarni o'zi qaytaradigan kuch yeyotdi degan mush tarafda Marco Rubio'ning degani mushaqlarda o'zi konsession deydigan o'zlari mushada kelishim bo'lishi kerak. Mayli deydigan yer kelish kerak deyotdi. Masalan, hozir Zelenskiyninki nimasi yo'q, men jazman shu burunqi yerlarimizning hammasini o'zimiz turish uchun turma deydi. Rossiya mı yani bir yoqdan yani jiqaroq yani egallab olamiz deydigan nimada. Endi hozir urushda mening bilishimcha Rossiya bir hisob ustunlikda. Endi Zelenskiy bisimning ostida balkim bu urushni to'xtatishga nim qildi. Buni endi tirishdi. Endi Zelenskiy mo Trump bilan ko'rishadiganligini ifodasini bildirdi. Putin mo Trump bilan ko'rishadigan o'yini dedi. Hatta Trump'ın bular bilan ko'rishma degan yer kelyapti. Endi bu urush endi erta deymizda, endi Trump o'z vaqtida va'da bergandi, men shu birinchi kuni bu urushni to'xtatmadim. Endi uni erta to'xtamamdi, uni hozirgacha bilmaymiz. Men bir nima dalamayman. Lekin erta to'xtab qilishim mumkin. Uni bir nima demaydi. Chunki Trump birinchi kuni 24 soat ichida men shu urushni to'xtatma degan va'dani bergan. Esinglar. Bu nima? Endi 7-chi kelaydi, 7-chi. Vaqt kili yomon emas deb baraman. Shu temin o'zi kelib savol emas, 11 savol. Shu savol yana takrorlandi bu. Bo'ldi. Men mana shu andasma qolganda bir yana bir qancha nuqtalar bor, buni o'qib o'tay, shundan bek jiq to'xtalmayman buningda. Aba Uyg'ur masalasi to'g'ri biroz to'xtaldim, chunki biz bilan bek muhim. Keyin savol javob kelganda yana shu to'g'riliq biroz to'xtalamiz. 7-chi ham ikki partiyaning o'rtaq qo'llashi va nazir doirasi. Bu bir yerda mushu qitim anglatish uchun bir aniq nuqta bor bu yerda. Demak, ikki partiya Rubio'ninki mushu shtat sekretari bo'lishga qo'shilib bo'ldi bular. Shuning uchun buni jazmlashtirish asosan muqarrar bo'ldi. Garchi yana bir saylam orqali qo'l ko'rish orqali uni belgilaydigan jazmlashtirish bir nimasi rasmiyati bo'lsa, lekin asosan ikki partiya bu nayt qo'lladi. Shuni demoqchi bu. Ostidagi ikki savol ostidagi mavu sol tarafdagi yaşangan adam o Tim Kaine oldu. Tim Kaine öz vaqtida Hillary Clinton'ki Mount President'i kandidat bo'lib chiqqan. Bu şu yig'inda şu yenidik yosh bola degan Pete Hegseth degan o'liqi mudofaa ministrligi ko'rsatgan odamda onun degan qattiq savollarni so'rab, oqidan shunda qattiq savollarni so'ragan. Lekin bu Rubio kelgan chaqda aytdi qo'llaydigan nima bilan ahang bilan aytib keldi. Rubio haqiqatan qo'llaydiganligini bildirdi. Demak, u Demokratik partiyaning muhim bir amaldorida, u amaldori shu orqali signal berdi. Demokratik partiya Rubioni qo'llaydiganligini bildirdi. Bu 7-chi nuqtasi bu shu.
Demek o cazimleştirilishi muqarrar bir iş olib ketdi. Bu ne? Endi 8-si eng oxirgi nuqta bu Grenlandiya va Panama Panama degan yer sali nima bo'lib qolibdi? Imlo xato. Xato qilibdi. Grenlandiya va Panama qonunlari haqida. Marko Rubio Amerikaning Grenlandiya va Panama qonunidagi manfaatiga munosabatlik savollarga javob berib, Trumpning bu rayonlarga bo'lgan talabini, ya'ni setib olish yoki qaytirib olish, strategik setib olish deb tasvirladi. Rubio Grenlandiyaning shimol qutbidagi o'rni Amerika va G'arbning bexatarligiga uzundan buyon ahamiyat berganligi, bo'libmi Rossiya va Xitoy bilan bo'lgan jiddiychilikni ko'z tutdi. Panama qonuni to'g'risida Rubio chet elning ta'siriga, bo'libmi Xitoyning aralashishiga bo'lgan andishini takrorlab, buning Amerikaning davlat bexatarligiga yoshirin tahdid elib keladiganligini o'ttirib qo'ydi. Panama qonuni boshqarish organi deb bir organ borchu, u bu ko'z qarashlarga rad qilgan bo'lsa-mu, Rubio to'qinish yuz berganda kanalni jug'rafiyalik siyosiy nuqtaliq o'rin bo'lish ehtimolligini ogohlantirdi. Bu deganlik u harbiy kuchni ishitish ehtimolimi bor degan narsa, degan ma'no chiqib turibdi bu yerda. Amerikaning savdo va mudofaa manfaati uchun strategik ahamiyati borligini qayta ta'kidladi. Mening hamda bu to'g'riliq nima shu 8 nima nuqtaga ayirib buni qisqacha analiz qildim. Abay men deb o'tdim, bu 5 soatlik bir 5 soatlik bir anglatish jarayoni. Uningki tafsilotlari nihoyat jiq bo'ldi. Albatta 1 soat so'zlab bo'lmaydi. Endi xuloslab aytgan chaqda Marko Rubioning jazmlashtirish isbot anglatish yig'ini uning yashardagi tahdidga taqobil turish, Amerikaning ittifoqdoshligini qo'g'dash va kishilik huquqini tashabbus qilish va'dasini ta'kidladi. Uning ko'z qarashi Trump hukumatining siyosatidan, bo'libmi Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti, Ukraina va Xitoydan ayrilish bilan moslashganligi ko'z tutadi. Ikki partiyaning qo'llashi bilan Rubio diplomatiya va strategik ittifoqni asos qilib, murakkab xalqaro xarislarni boshdan kechirib, davlat ishlari kotibining rolini ilishga tayyorlandi. Tasdiqlandi. Bu endi meshakcha bo'lsin, endi qani Abduljon sizdan deganingiz bo'yicha savollarga kelaylik, agar savollar bo'lsa. Bo'ldi. Rahmat to'g'liqqa Marko Rubio'ningki yana Amerika tashqi ishlar ministri bo'lish guvohlik yig'inidagi 5 soatlik suhbatni siz qisqacha qilib, hozir 38 minutda tugatibsiz buni. Ya'ni 8 muhim nuqtalarni qisqa tushundingiz. Endi buningga meniki tayyorlab kelgan 11 savolim bor. Qolganini bu savollar asosida nima qilaylik? Savollarga qisqacha javob bersangiz vaqt munosib bilan. Birinchi savol. Baydenning Amerika hukumatini Trump rahbarligidagi yangi Amerika hukumatiga o'tkazib berish oldida Uyg'ur majbur emgakning oldini olish qonuniga asosan Xitoyning 37 shirkatiga qarta jazolash elib borganligini e'lon qildi. Bu xuddi oldingi navbatdagi Trump hukumatni hozirgi Bayden hukumatiga o'tkazib berish oldida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini dunyoga e'lon qilishdek o'xshash bir vaziyatga o'xshaydi. Amerika hukumatining bu ikki navbatdagi hukumatni o'zaro o'tkazib berishdek eng oxirgi vaqtda Uyg'ur nomi bilan atalgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini va Uyg'ur majbur emgak qonuni bo'yicha dunyoga Xitoy qarta jazo ilib borganligini jakarlashi dunyoga va barliq Uyg'urlar qanday bir siyosiy masalani o'ttirib qo'yganlik bo'ldi. Sizcha bu masalani qanday analiz qilsak yaxshi deydi? Buni men qisqa javob bersam-chi, bu shu Marko Rubio'ningki Xitoyni dushmanimiz deb ta'kidlaganligining bir nimasiga kirdi bu. Chunki Uyg'ur masalasi siz deb o'tgandek bu 4 yildan beri ancha o'tirg'im qo'yilmadi. Masalan, saylam jarayonida men anglab
başına ağıranlap çıktım. Trump'ı bolamdı yoki Kamala Harris bolamdı. Hech qaysi Uyg'urni bir eg'iz tilga olgan yeri yo'q. Gerçi ba'zi vaqtlarda savol so'raganlarga nihoyat mujmal javob o'tkazyapti. Lekin maqetim Marco Rubio mushu qitimga anglashda Uyg'urning nimasini atab, hatto Uyg'urningki shu Uyg'urlar Xitoylarning Uyg'urlarga irqiy yurgizayotganligini qaytadan ta'kidlab o'tdi. Bu albatta shu Trump hamda Biden huquqini almashtirish eng oxirgi kunlarda Biden hakikaten bir qancha yaxshi ishlar qildim. Abay siz deb o'tgandek 37 Xitoy shirkatini jazolash to'g'riliq. Endiki ma'lum bir muhim nuqtada bu yerda Uyg'ur masalasini Taylandniki 48 Uyg'urni qutqizish uchun tadbir qo'llaydiganligi to'g'riliq degandek Uyg'urni ismini qaytadan eg'iz olganligining o'zi biz uchun nihoyat bir cho'ng ish. Cho'ng ish deb qarayman. ilgari Trump tushadigan vaqt hukumat o'tkazib turgan 24 soat qolib qolganda burungi tashqi ishlar ministri Marco Pompeo Uyg'ur qirg'inchi e'lon qilgan. Endi Biden hukumat o'tkazib turishdan ilgari mana Uyg'ur majbur emgakini yana oyat yana bir qonun ma'qullandi bu narsalarnikida ham o'xshash vaqtlar misol tekiryapti. Demak yana yangi bir hukumatning kelishidan yana Uyg'ur masalasi yana xalqaro yana bir kundalik keldi degan gapda hozir. Endi u darajada emas. Meningki bu to'g'riliq sal ko'z qarashim o'xshamaydi. Uyg'ur masalasi-ku u darajaga borgan yeri yo'q. Chunki biz hamda albatta mening bugungi leksiyarimda Uyg'ur masalasini ayrim bir topik qilib alaydi dedim. Lekin 5 soatdek nima qilib jarayonda faqatla shularga Jeff Merkley deganlar bu to'g'riliq bir savolni qo'ydi, uningga muvofiq javob berdi, lekin bu to'g'riliq cho'ng nimalar yo'q. O'tganki nima bilan o'xshamaydigan yer nima degan chog'da o'tgan Trumpning birinchi qitim prezident bo'lgan jarayonda-ku shu Uyg'urlar to'g'riliq bir qancha qonunlarni shu vaqtida ham loyiha sunilgan, shu vaqt tasdiqlangan. Endikin abay siz deb o'tgandek Pompeo'ning eng oxirgi kuni, ya'ni mushu bugungidek kunda shaqqitili chiqib tamg'i besyapti Xitoyni irqchilik qildi debchi. Bu hamda hozir unchalik ahvolda emas edi. Chunki hamda ertadan boshlab nima ishlar bo'ldi, Uyg'urlarning masalasi qaytadan yana burunqidek muhim o'ringa chiqamdi, uni bilmaymiz. Lekin Uyg'urlarni qo'g'dash masalasi jazman bu bo'ldi. Chunki bu to'g'riliq Marco Rubio va'dani beryapti. Chunki Amerikaninki, mening shaxsiy ko'z qarashimcha, Amerikaninki hozir eng hal qilishga tegishli eng cho'ng masala birisi Ukraina urushi, andiki o'tir sharqni jimiqtirish, andiki Xitoyninki Janubiy dengizdagi ta'siri, andiki shunga o'xshash o'tganda muzokaralashdik-ku, Grenlandiya, Panama kanali degandek bu to'g'rilar bu masalalar bilan selishtirganda Uyg'ur masalasi afsuski texi unchalik o'rinda emas. Uning yana bir mazgil ketadi deb qarayman. Rahmat. Ama Marco Rubio haqida, onun bir tercümanlık haqida bir qisqacha bir nima dema toza nima bo'ldi, faqat Meksikada tug'ilgan degan so'zda, Meksikada tug'ilgan, Amerika qancha? Yo'q, Meksika emas, Kuba. Kuba tug'ilgan emas, dadisi Kuba. Dadisi kubalik. Lekin Marco ishni amdiliqi uni ayrimman nimadan keyin yana bir chiqarib qo'yay, unga biroz vaqt ketadi. Marco Rubio, men abayma qisqa deb o'tdim. Marco Rubio hozir 53 yosh. Ham demak bu men yoshda hamda siyosatchilarning qatorida yosh. O'zininki uninki dadisi kubalik, o'zi Amerikada tug'ilgan. Chunki agar u Amerikada tug'ilgan bo'lmasa, o'tgan qitim Trump bilan prezidentlikka Cumhuriyet Partiyaning nomzodlikda o'zini ko'rsatgan-ku, talashgan ikkisi hali etishib baqqanti, o'zining salohiyat to'shmagan bo'ladi. U Amerikada tug'ilganligi aniq, lekin oila tarbiyasida buni kichigidan tortib, xuddi bizga o'xshashda biz bolalarimizni tarbiyalaganda shu Xitoyni qandoq ularga degan shu amalimizning berichi ularni Xitoyning qandoq askiligini, qandoq qonxo'rligini shularni tarbiyalaymiz, shu bizga o'xshash u ashab tarbiyalanib diniga shundoq bir hukum singib ketganda u shuningga o'sha kunlik 5 soatdek so'z deganida shu 20dek
nimalar da yerimdek vaqtda Xitoyni deyapti. Buni anglab nəhayət xoş oldum-ku bu shundaq. Uningki masalan tarjimali to'g'riliq abay men deb o'tdim bu 2010 yillarga deyman shu vaqtdan boshlab siyosatga olishibga keyin bu Floridaninki nimasi bo'ldi o'shada cho'ng amaldorning biri bo'ldi keyin o'ziligi senator bo'ldi-ku. Senat 2016-yili prezidentlik saylamga kirishdan burun senator bo'lgan, lekin prezidentlik o'zini ko'rsatgan chaqda aningdan o'rnidan istifa bergan. İstifa berib chiqib olib, endi prezidentlik saylamga qatnashdi. Keyin saylamda Trump bilan ichamagandan keyin yana qaytib berib, yana qaytadan saylamga kirib, yana Floridaninki senator bo'ldi. Shuni Floridaning senati endi 14 yildak tashqi munosabatlar komiteti deb komitet bor-ku kongressning. Shuning ichidagi muhim a'zosi bo'lgan Uyg'urninki mecburi emgak kanunları şularni muşu layihalagan işleri var. Onunki bilishimcha 5 balası var. Oila munosabatine ait yaxshi, boshqalar o'xshash, haliqanday shamandichilik nimalarmi yo'q, hech kimmi bu to'g'riliq uningdan savolmi so'ramadi. Ashtaq taraflari bor. Bu nima? Buni mishinchilik qilaylik endi. Kendime Robi efendimniki bu qatimliqqa guvalliq bir yig'inda Xitoy qarshi nihoyat kuchli bayonotlarni e'lon qildi hamda bu uningki keyingi navbatdagi Amerika hukumatini Xitoy qarshi qanday asosliq siyosiy masalalarni xalqarolashtirish maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Yani bu yerda o'zining deyishicha mandaq bir qancha rayonlarga kuchish kerak dedi. Ukrayna masalasini hal qilish kerak deganni biz deb o'tdik. Bu bir masala. Endi yana bir Janubiy Amerika var shu Panama kanallari bor, endi Meksika masala Timin Jig'ayli Timin Jadakasi Xitoyga qarshi. Ya shu davlatmango mushlarning hammasi Xitoyga qarshi bo'layotgan ishlar-ku. Chunki Xitoyning ta'siri Janubiy Amerikaning janubiga kirib bo'ldi. Panama kanalining ikki tarafini egallab bo'ldi deb bu to'g'riliqni qilib, bu Xitoyga qarshi bo'layotgan ishlar. Endi Xitoyga qarshi tarif degan narsa bormi? Tamojna haqini o'stirishni bunimi qo'lladi. U endi Uyg'urlarni qo'llaydigan pozitsiyasini bildirdi. Yana qanday ishlar bor. Endi NATO bilan hamkorlashish idishning o'zimi Xitoyninki u yerlik ta'sirini ojizlashtirish degan-ku. Bularning hamma ishlarichi shu yerga olib markazda. Grenlandiyaning ishimi shu. Grenlandiyaning Xitoyning ta'siri kuchayib ketganlikdan biz shu yerni Amerikaning strategik siyasi uchun nihoyat muhim bir o'rinda deymiz degan gaplarni deydi. Mushlarning hammasi shunga bilan munosabatli. Endi shu qolgan shu savolga javob berganda qildimmi yaqinda sal? Ya bo'ldi. Endi yana bir savol deylik. Endi bu guvalliq yig'inda Uyg'ur masalasi, shundaqla Tailand Uyg'urlar haqida Marco Rubio alayhida to'xtaldi. Bundan keyingi dunyoning siyosiy kun tartibida ashtaga o'sha muhim bir yig'inda yana Uyg'ur masalasini ham Tailanddagi Uyg'urlar haqida so'z qilishi ham uni keyingi o'g'ilga baknet o'tirdi endi shunaqa bosh tashqi ishlar ministri bo'lib. Shu vaqtida uning yana yangidan tashqi ishlar ministri bo'lgan vaqtida yana Uyg'urlarniki nimasini yanada qayta bir kun tartib ekilishdan berilgan bir signalimi shu. Shundoq bo'ldi albatta. U jazman Uyg'urlarni qo'llashda, Uyg'urlarning kishilik huquq ishlarini qo'llashda uningda qaror qilib bo'ldi, uni qildi. Lekin nimada bir masala borku, bizning muhim masalamiz mening fikrimcha, sizmi shuning qo'shilsiz deyman. Mening fikrimcha biz Amerika hukumatiga Sharq Turkistonning Xitoy hukumati Xitoy besib olgan zimin deganni e'tirof qildirish. Buni qilmamdi uni uqmaymiz hozircha. Uni uqmaymiz. Agar shu yo'nalishga qarab mangadigan bo'lsa, agar shu yo'nalishga qarab mangadigan bo'lsa, mencha Uyg'urlar tayyor bu yerda. O'zining vatani, o'zining nimasi uchunchi urush qilish yoki har qanday ish qilishga Uyg'urlar tayyor bo'ldi. Buni Amerika hukumatimi biladi deb qarayman. Lekin men deb o'tdim, Amerika hukumatiga nisbatan
Uyg'ur masalasi, Uyg'urdan foydalanib Xitoyni pojlash masalasi kun tartibga kirmadi. Hozir pojlash emas, hozir Xitoyni abay Rubioning gapini oldik-ku. Xitoyni bu bizning shu tangtush raqobatimiz, bu hatto keyin bizni boshqaradigan bir ajdahoning qo'li bor-ku, butun yasharni bog'dirgan nimasi bor deb shuning taqobil turishningki nimasini oldi bilan izlaydi. Buning uchun abay men deb o'tgandek, shu Janubiy Amerika olamdı, Şimali Avrupa olamdı, Avrupa ittifaq olamdı, Hindistan olamdı, endikin Janubiy mavi Xitoy dengiz tarafdagi shu Filipin deymiz, Yaponiya deymiz, shu davlatlarning hammasini o'ziga nim qilgandan keyin endikin bir yangi sharoit yaratildi. Shuningga kuchashga ihtimom qo'yadigan qurolliq kuchini texmi mustahkamlashtiramiz, da'vatli Trump deb keldi. Endik bularning hammasi bir shu burunqi Biden hukumatini ayblagan yerlar, Biden hukumati mushtarafda Xitoyga bo'shanchilik qildi degan narsalarni ta'kidlayapti. Shu taraf qarab, mencha shu taraf qarab menga. Chunki ana dastlabki bir dushmanin tahdid deb qaragandan keyin endik u tahdidni qanday yo'qotish. Mesela Reagan bilan nimaning o'tirishidagi rasmlarni ko'rgansizlar. Reagan Ona deylik, ona keyin hozir shunday nimasini ketib ketmaylik. Bo'ldi. Ana keyindan bu da endi shu Taylanddagi 48 Uyg'ur haqida alayda to'xtaldi-da. Amerika hukumatiningki Tayland Uyg'urlarni Amerikaga kelishdan keyin bir yo'lni qilib bo'ladimi? Masalan, bu Marco Rubio alayda tilg'agan bo'lgandan keyin shundan butun Uyg'ur tashkilotlari ularga bir imzoli xat yozish orqali qayta bir takliflarni sunsa, shuni foyda bo'ladimi sizcha? Ya men abay deb o'tdim-ku, bu ehtimoli bor dedim. Chunki Marco Rubioning hozir shu huquqi bor hozirchu. Shu huquqi bor. Endi buningga xat yozish, arz qilish degan narsalarni hargiz to'xtatmaslik kerak. To'xtamay deb turishimiz kerak. Lekin bir narsaga aytib bayqay. Har qanday taklifni qilganda, har qanday bizning birdan bir qutulish yo'limiz Xitoyning zulmidan qutulish, ya'ni Sharq Turkistonning mustaqilligini asli keltirish degan narsani jazman yezish kerak menimda. Men o'zimning yozgan xatlarni, yozgan nimalarida hammasida shu gaplarni deyman. Bizni boshqa hech qanday kishilik huquq orqali bizni ozod qilolmaydi. Agar ba'zi nimalar borchu, ba'zi tashkilotlar demayman, lekin ba'zi shaxsiylar bor. O'sha Xitoymi Uyg'urlarni o'zlariga ko'rdiganini bo'lsa mayli emasmi degan ko'z qarashda borchu. Bunday ko'z qarashni Amerika hukumatiga yetkazib qo'ygan bo'lsak, nihoyat xatarlik ish. Vaqtida Xitoymi kishilik huquqimizni o'ngishdiq deb, shuni qildi-ku, yaqinda qilayotgan hozir degan siyosatni tilganlar berib, xotirjam berib kelyapti. Mayli chet elda faoliyatda qatnashganlarni xotirjam berib kelibdi, ba'zilari mayoq kelib, voy ularning ahvoli yaxshiga, yomon emasga degan gaplarni taqtirib yurdi bu yerda. Bu xatarlik narsa-ku. Bu narsani agar shunday signalni bo'lib bu bizning Uyg'ur tashkilotlar men Uyg'urga vakillik qilman degan nom bilan ashta xato tushunchalarni yetkazib qo'yganmiz. Bizning rasmiy tugashgan kunimiz shu bo'ldi. Sizlar bu Uyg'urlar ashlar bilan kelishni xohlaydi ekan deydigan xulosa chiqib. Shuni oldinga olgan elish uchun arz sungan chaqda shu narsani diqqat qilish demak. Albatta arzini to'xtamay arz qilib turishga, namoyishni qilish turgan xatlarni yozib qo'yish kerak. Muxbirlar bilan so'zlashganda mushlarni deyish kerak. Chunki yo'l ichildi bu to'g'rilikda. Yo'l ichildi. Sizlar bilan chatlig'imiz yo'q degan gap yo'q hozir. Uyg'ur masalasini bir masala deb qaytadan qaraydigan bo'ldi. Yani bir savol, Marco Rubio'ning Amerika parlamentida nomzod ko'rsatish yig'inida Xitoyga qarshi pozitsiyasini qanday davlatlar qo'llaydi? Uyg'ur masalasi yana dunyodagi davlatlarning Xitoyga qarshi birlikda harakat qilishiga sabab bo'lamdi? Agar sabab bo'lsa, dunyodagi Uyg'urlar, Uyg'ur tashkilotlari qanday tayyorlikda turish kerak? Ya bu senle murakkab savol qoldi. Buni o'zini bir ayrim topik qilib muzokara qilsak bo'lamdi keyin dedim. Shu chunki bu masala menimcha Abdurimjon bir ayrim bir suhbat o'tkazish to'g'ri keldi. Buningga shu sohalardagi ba'zi bir mutaxassislarni
teklif qilib, shular bilan bildirmaslar. Chunki bu bir eg'iz savol bilan javob beradigan narsa emas-ku bu. Qandaq ishlarni qilishni kerak. Meningki ko'z qarashim bo'yicha abay men dedim-ku, shunday ishlarni qilish. Jazman mustaqillik to'g'riliq, Sharq Turkiston Xitoy besib olgan bir mustaqil davlat bizning qilayotgan ishimiz faqat mustaqilligimizni asliga keltirish degandek pozitsiyada bo'lishi kerak. Har qanday tashkilot shuningdek bo'lgan bo'lsa, biz birga kelaylik. Yani bir savol, Marco Rubio efendim o'ttirib qo'ygan Uyg'ur majburiy emgak qonunidan boshqa yana Uyg'urlar munosabati qanday yangi qonun taklif qilinishi mumkin deydi. Masalan, Amerikadagi kimdir siyosiy analizchilar bu haqida qo'ygan bir analizlar bormi? Ya bu o'z vaqtida 4 yildan burun bu to'g'riliq yo'llar mengilgan. Mesela Sharq Turkiston sürgünde hükümeti olamdı, yani bazı bir teşkilatlar var. Muş to'g'riliq, o bizni kişilik hukuk davası orqali bizni qutqizgan olmaydi deb abay men degandekchi faqat bizning mustaqil qilib berilgan ishlar bo'lsa, mustaqilligimizni qo'llaydiganimiz bir ish bo'ldi deb shu vaqtlarda hatto 4 yildan burun shu nurg'un mutaxassislar chiqqan, shu AQQdan shunday maqolalarni yozdiganchu. Keyin bular ama Biden hukumati chiqqandan keyin bular hammasi jim qilib ketdi, u paranglar bo'lmadi. Bu paranglarni qaytadan chiqdi. Abay men deb o'tgan, men bir qanchalarni tanıymanchu, bular endi qaytadan yana shu haqda maqolalarni yozib uchun endi bizning kuchaydigan eng muhim bir ishchu, shu Tibetlar bu yo'lni mengib bo'ldi. Ularning mutlaq tasdiqlandi Tibetliklarninki Tibetliklarchu shu Tibetning mustaqilligini qo'llaydigan, mustaqilligini e'tirof qiladigan mustaqillik qonun loyihasini sunib bo'ldi. Tasdiqlagan yeri yo'q. Uyg'urlarninki shu yo'llarga qarab mengishga boshlagan sunilganlarim bo'lishi mumkin, lekin kun tartib tushadigan yer kelmadi. Endi agar biz shu Marco Rubiodek shundoq bir qancha senatorlar bilan so'zlashib, ashlarni u emas Sharq Turkistonning mustaqilligini e'tirof qilish haqidagi qonun loyihadek mushtaq narsani bir ikki senator birlashib suna oladigan bo'lsa, yangi bir yo'l ochildi degan gapda. Ham kishilik qonun, kishilik huquqni qo'llash qonun, to'g'riliq qonun u bor yerda tutib bo'ldi. Ham hatto qo'shimchilik shu barliq Uyg'urlarni qo'llab qilish haqidagi mushtaq qonun loyihalari sunilib bo'ldi. Ular deb ular tasdiqlandi, uning deb yo'q. Forced Labor Act mecburi emgak kanunu degan umi belgilenip bo'lgan, uni uzatildi u. Uyg'urlarni qo'llash. Yani bu savol yana takrorlandi. Sizce Marco Rubio efendim Amerika parlamentidagi boshqa a'zolarga Uyg'ur masalasida yana qanday yordam qilishni o'ttirib qo'yish mumkin? Rubio efendim muhojiratdagi xatar ichida qolgan Uyg'urlarni ko'chman tariqasida Amerika ekilish ko'chman qonunni plan o'ttirib qo'yish mumkinmi? Yoki bu shu ayrim topik yoki muhojirat Uyg'ur tashkilotlari xatar ichidagi Uyg'urlarning Amerikaga ko'chman bo'lib kelishiga doir talab fikr sunish kerak deb qaramsiz, Amerika hukumati sizcha buni qanday qarashda bo'ldi deydi. Bu temalar albatta bir keng doirali tema ekanchu, buni izlanib buni yana bir qatim qo'yaylik. Buni shunday qilaylik. Menchi buningga yana azroq o'ylash ketdi-chu, buningga men chiqibla unga javob beradigan savolmi emas deb qarayman. Chunki nima deymiz endi bu bir ba'zi bir tarixiy ko'rinishlarni, masalan Cumhuriyet Partiyasi endi huquq tutilgan bo'ldi-ku, Trump huquq tutgan. Trumpning o'zining bu to'g'riliq texi bir yig'iz gap qilgan yeri yo'q-ku. Bu davatgan gaplar qo'l ostidagi Marco Rubiodek, endiki Michael Waltz deydigandek, nima Pete Hegseth deydigan shular nihoyatda aniq Xitoy dushmanimiz degan gaplarni deyapti. Ya'ni nurg'un burkutlar deymiz, nurg'un burkutlar bular deyapti. Endi bu burkutlarningki gapini ham Trump qanchalik anglaydi, bu bir yana bir masala-chu. Ertadan boshlab shuni ko'ramiz. Nima qanchalik masalanki Marco Rubio'mi o'zini buyoq o'ttirib qo'ygan shu Uyg'ur masalasi haqida masalan cho'qim Trumpning degan anglish kerakmi? O'z oldiga ba'zi narsani qo'lini o'ttirib qo'yish nimasi bormi?
huquqi. Bununla mı o'xshamagan ko'z qarashlar var. Ba'zilar hamda Trump degan o'zi bir jahil diktatorlik o'yiva adam deydi. Ba'zi bir qilmishlar qaraydigan bo'lsak, shundaroq intilishlarimi bor, unimi yo'q degan olmaydi. Masalan, shu Grenlandiya, Panama qalarutanal, Kanadani 51 shtat qilish degandek ishlar gaplarni qilganda jiqadamlar uning qarshilik ko'rsatib bu qandoq gap bu xalqning ziminini tortib olmaydi degan gaplar degan narsani deydi-ku. Endi bu yerda Trump mening mana bir ko'z qarashim bor. Bu diktator bo'lgan odamchi gap agar mushu diktator bo'lgan odam ba'zida bor o'zininki davlat manfaatini deb diktatorchilikni qildigan ishlar bo'ladi. Uning taltukus xato deb ketgan. Olaylik maslangida bir mesela bütün muhacirat Uyg'urlar shu burun Amerikaga birlik imzo to'plash faoliyati yap bo'lganda Oqsaroyga. Bu qatim shu bevosita shu Marko Rubioning ismini chiqarib turib, shuning bevosita shu har qaysi davlatlardagi turmush yetayotgan, masalan Taylanddagi 48, Maroko to'playotgan federatsiyaning qadar hammasini tizimligini tizib, shu Amerikaga aralashib, shunga Amerika ikki haqida umumyüzlik birlik imzo to'plash harakati va yoki xat yozish orqali işte bir harakat qilib baqsa shuni unum bo'ladimi? Ya unum bo'ldi mencha. Mencha unum bo'ldi uniki. Bo'libmi? Hozirgi ahvolda Xitoyni o'rtaq dushman deb aniq degan chaqda bor-ku. Biz Xitoy zulmining ostida azob chekayotgan xalq bo'lgandan keyin bizning nimamizni yaxshiroq anglish mumkin. Endi Uyg'ur masalasi tekimi kun tartibga chiqaradigan ishlar. Bu Marko Rubioning digini Uyg'urlar yolg'iz emas, biz Uyg'urlar bilan birga Uyg'urlar bilan kurashib, o'zimiz nima qilganda bu odam kishidan tapa kommunizm qarash bir nimasi cho'ng olgan nim bo'lgandan keyin bir hisobda mencha bu yerda Uyg'urlarga mana bir signalni beryapti. Endi qog'ini Uyg'urlarning harakatiga qanday qadam olishimiz bizga bog'liq, bizim qanday qilib albatta bizga bog'liq bo'ldi. Abay men deb o'tdim-ku. Agar bizningki shu tashkilotlar opirib bizning kishilik huquq ahvolimizni o'zgartirib bersanglar, biz bir bilan odamlar ular bilan yashab ketaveramiz deydigan narsani sundigan bo'lsa, u Amerikaning nima chatdigi uning bilan? Bu narsa hech qanday foydalanmaymiz ekan deydi. Xitoyni men deyapman-ku mana. O'z vaqtida Sovet ittifoqini, o'z vaqtidagi sobiq Sovet ittifoqini parchalashda qandoq parchalgan esimizga bor. Shu yerda shu zulmni Xitoyning zulmini qilgan Afg'oniston va kazal shu davlatlarni foydalanib ani ojizlashtirib bir yerga olgandan keyin o'zini majburiy nima qilgan. Hozir agar biz u yerda shundoq bir kuch shakllanmaydigan bo'lsa, Amerikaning nima chatdigi bo'pti, sen o'zing yashayvergin, o'zingning ishini qil deydi. Agar mayda to'xta, men Xitoyni mesela Amerikaning siyosiy kun tartibiga o'sha Xitoyni parchalash degan narsa. Hozirda unday gapni qilmaydi-ku. Zimin butunligi u bu degan gaplarni nima qilmaydi, Tayvanni nima qilmoqmiz deydigan bo'lsa, shu Tayvan yana sening bir qisming davotidi hozirgacha shu gapni deydi. Uni biz qo'g'daymiz, lekin yana sening bir qisming deydi. Agar yo'q, Tayvan sening bir qisming emas deydigan gaplarni dedilsa, endi shu vaqtda Xitoyni o'sha parchalash degan bir hukum Amerikaningki siyosiy kun tartibiga tushadigan bu vaqt. Albatta vaqt kimdan foydalanish kerak degan masala savol o'tirib qo'ydi. Albatta eng oldi bilan kimni qildi? Uyg'urni shunga soldi, Tibetni shunga soldi, tashliqqa nima, Mongoliya tarafdan shularni oldi bilan o'yish. Ya bular o'zlari uning tayyor emasga nima chatdigi bo'ldi? Bo'pti, kishilik huquqni qo'g'dash uchun biz necha million dollar ajratib beraylik, shuning bilan ketaversang bo'ldi deydi. Uni andikinalar bir nima deymiz, shaxmatning ustidagi pishkisidek vaqti kelganda ko'kni ishlatib, mana Uyg'urlar bor deb qo'ydi, andikin bir narsalarni imzo qo'yib oldi, shuning bilan tutdi. Shuning uchun mening davatqinim Uyg'ur o'zi tayyormi degan shu narsaga tayyor bo'lish. Yana bir narsa beshim kallam kelib qoldi hozir. Bir necha savollar uni ayrim bir qilaylik keng doirada-chi, uni masalash to'g'risida. Yana bir savol, bu Marko Rubioga Xitoy hukumati jazo yurgizgan. Ma to'g'ri. Uni
Xitoy kirishini cheklagan bu tutishimsiz mi işte bir nima qilgan bir jazosini nima qilgan. Uni 2020-yili shu Uyg'ur masalasiga Uyg'ur masalasiga kelganda kishilik huquq nima majburiy emgak qonunini chiqargan chaqda Xitoy nihoyat g'azablanib shu vaqtida bir 10 necha odamni shu vaqtida nima qilgan. Bizning mana Nuri Turkan bormi tizimda. Jazo yurgizganlar borda hamda savol bularni jazo bergan. Endi buningga kelganda bu ikki davlatninki siyosiy qo'yib olay, savol tugitib aytib turaman. Marco Rubio ertadan boshlab chiqdi huquq tutgandan keyin qanday to'sqinliklar duch kelish mumkin Xitoy hukumatining nimasida deydi hamda. Xitoy uni jazo qo'llandi. Endi bu tashqi ishlar ministri bo'lgandan keyin Xitoyga ziyoratga boradigan ahvoli bo'lib qolib qolsa, bir to'sqinliklar bo'lamdi degandek. Endi bu to'g'riliqchi men Xitoymi usta bu deyatlar. Shu aliqi Rubioni-chu asli Rubio deganninki Xitoychada Rubio demdi bir nima deydi. Shu Lu degan xatni burun boshqa ishlatganda hozir yana bir boshqa nima bilan ishlatilgan bo'ldi. Chalib yo'q anglab qoldi. U bu Xitoyning ustunligi-chu vaqtida odatdagi fuqarolarga nisbatan PAMNisi qaraydi emasmi? PAMNisi qarshiliq Xitoyning xatida Lu deganning ahangdan necha xilni yoza oladi emasmi? Ani yozib qo'ygandan keyin bu boshqa Rubio deb Xitoyning o'zining fuqarolarini bir xil eziq turib buni boshqadam degandek ko'z qarash va ya'ni taklif qilaverish mumkin. Ya'ni olimni yo'qitib chiqarib o'tish mumkin. Bo'ldi, kirsa bo'ldi. Chunki u unayt osonlik qaror va Xi Jinping bo'ldi. U Amerikaninki tashqi ishlar ministriga uningki Xitoyga kelishini biz qarshi olmaymiz deydigan bo'lsa bir yig'iz gap bilan Bunu da Amerika'daki siyasi analistlarınki bir hamda oturup koygan bir nimeler yok mu? Bu Xitoy hükümeti Rubio'ya tutuş jaza qo'llangan. Ya bu to'g'riliq degan gaplar bormi? Shu ikkimiz so'zlayotgandeklar shunaqa nimalarni davatidi hamda ba'zilar mushu Xitoy munosabat kelganda mush qarshilik qilamdiki degan narsalarni davatidi, lekin ba'zilar yana mana o'sha ishlar gaplarni davatidi. U bir ikki davlatning siyosatidagi ishlar bo'lgandan keyin undaq birisini nimadan qoldirish. Xuddi Sharq Turkiston islom harakatini Amerika o'z vaqtida terrorist organization degan-ku. Keyin yana o'zi chiqib, yo ular terrorist organization emas degan qarorni chiqardi. Shuning o'xshashlar uni u qarorni davlatning siyosatiga bog'lab uni o'zgartiraverdi. Mening fikrim shu. Uningda u cho'ng qarshilik qilmaydi. Lekin Rubio o'zi hamda ashaga baramdi yo'q degan bir masala bor-ku bu yerda. Sen uni eng ashadiy dushmanim deb, ya'ni dushmanning oldiga ketib borsang-ku deydigan nimalar chiqdi. Lekin agar Trump qo'pib, yo sen jazman borsa, menga vakolatda borsa deydigan bo'lsa, umi amal yo'q, bormasa diplomatik ishlar bo'ldi deydi. Lekin bu to'g'riliq mazaq izin paqay bu to'g'riliq mazaq tayyorlik qilsak bo'ldi. Uni bilmaymiz-ku hozir. Hozircha hamda texi bir masala emas. Chunki bu texi confirmation deymiz, jazmlashtirildi texi hozircha. Gerçi biz hamda men hamda gerçi cho'qim jazmlashtirildi deb degan bilan jazmlashtirilmadi. Angacha yana nima ishlar bo'ldi, uni bilmaymiz. Hamda hozir ba'zilarning davatqini hatto mandaq fikrlarni ko'rdimchu. Ba'zilar deydi bu Rubio bir qancha oshqushliq nuqtalarda Trump'ninki davatqanlarini chetnab ketib bordi davatdichu. Bu to'g'ri Trump xopib qolamdi yo'q deydigan gaplar bor. Uningdan bir nima degan olmaydi. Hamda Trump balkim bir şeyda bir xil siyosiy nima deymiz, siyosiy ustunlikni demdik, nima deymiz, ishlatayotgan bo'lishi mumkin-da. Rubioni chiqarib qo'ysa her iki partiya, Cumhuriyet Partiyasi bo'lamdi, Demokratik Partiya bo'lsin, her ikkisi bunun ancha qarshilik qilmaydi. Chunki bu o'zi nima deymiz, controversial, talash tortish qilib ketadigan nuqtalar yo'q bularda. Belki Demokratik Partiyalarniki 80-90%-chu mushuning qo'lini ko'taraverdi. Buning da hech qanday gap yo'q buningda. Boshqalarga kelganda balkim aram bir 53 bilet elib o'tib ketishi mumkin, lekin Rubio'da bunday ish yo'q Rubio'da.
Bo'ldi, rahmat. Eng oxirgi bir savol, ma rasmni ko'rinib turibdi mana. Regan Zolton'unki yendikisi Donald Trump. Donald Trump'dan yosh vaqt ekanda, buningdan işte bo'lganda 20 necha yil burunqimi bu? Rasmmi bu 30 yil burunqi narsa. Mana qarasa, endi Trumpning Reganga varislik qilishimi deb, endi bu vaqtdagi tayyorlab qolgan bir savolim bor. 20 yilda yana erta dushanba kuni Trumpning 47 navbatlik Amerika prezidentligini topshirib olish qasam murosimi dushanba kuni bu murosim aslida Amerika parlamentining sirtida ham prezidentlik echilish murosimi qatnashadigan net 100 ming kishining yig'ilib tabriklashdek bir cho'ng bir murosim edi. Ammo bu qatimliq prezidentlik murosimi Washingtonda bo'lgan sovuq havo rayi tufaylidan Amerika parlament zaliga o'rlashtirilgan. Buning bilan bu vaqtda turli ko'z qarash va muloyizalar tarqalgan bo'lib, Trumpning bu qatimliq zal ichidagi vaziyat topshirib olish ayni vaqtdagi Sovet kommunizm dunyosini og'dirgan Amerika prezidenti Reganning zal ichida vaziyat topshirganligi bilan o'xshash bo'lib, bu Trumpning Reganga varislik qilib Xitoy kommunizm davlatining og'dirilishiga bo'lgan simvol xarakterlik agishi deb qarasa, bir qismlari Washington aholisining 85% demokratchilar tarafdori bo'lib, Trumpning bexatarlik sababini ko'z tutgan holda zal ishiga o'rlashtirilgan deb qaralgan. Yana bir qismlar bo'lsa, dushanba kuni Washingtonda bo'lgan qattiq sovuq havo tufayli murosim zal ishiga o'rlashtirilganligini bildirmoqda. Demakchi, siz ham bir Washington o'ldirish bir Uyg'ur bo'lib chiqdingizda, yuqori qarashlarning qaysi to'g'ri bu vaqt ko'z qarashingizni deb topgan bo'lsangiz, rahmat. Bu savol aniq bo'lishdi-ku? Aniq oldu. Endi birinchi endi shu birinchi madh kasamchu bu endi Trump chiqqandan keyin xuddi Reagan chiqib sobiq Sovet ittifoqini parchalagandek Xitoyni parchalaydigan nima kelamdi degan mazmunda-ku. Yo'q, Reagan bu shu Trump birinchi qatim prezident bo'lgan chog'da shuning o'xshash muzokaralar xeli bo'lgan shu vaqtda. Yo'q, shu vaqtda abay rasmni savol chetlab ketdingiz. Savoldan chetlab ketdingiz. Men az savolni qilishdim, mana nimani kelaydi mana. Ertaganlikka Trump huquqni topshirib oladi, huquq topshirish murosimi o'tkazadi. Har qatimli Amerika prezidentlari huquq topshirib olgan vaqtida Washingtondagi Oq saroyning oldida tantanlik bir murosim o'tkazadi-da. Keyin Trump Washington ashuna Oq saroyning oldida o'tkazmay, bu qatimliq prezidentlikni topshirish murosimini Oq saroyning ichida o'tkazdi ekanda. Bu Oq saroyning ichidami Regan Zongtongmi o'z vaqtida bu hokimiyatni qo'lga olgan vaqtida bu naq shu Oq saroyning ichida o'tkazyapti ekan. Bu Sovet ittifoqiniki parchalanishni o'sha Regan Zongtong mezgilida amalga oshibdi ekan. Bu yer qiyoschilarning digini Trumpmi bu qatim o'ziniki vaziyat topshirish murosimini Oq saroyning sirtida o'tkazmay, ichida o'tkazib berishi xuddi shu Reganga o'xshash bu bir kommunizmni yimirilishniki bir simvol xarakterlik bir vaziyat topshirish nimasi mi deydi. Ya men naqshini dedim o. Men naqshiniga javob beray dedim o. Mening buningga berilgan javobimcha mushu savol bor-ku, shu 2016-yili Trump chiqqan chog'da mushuni o'xshash munozirlar bo'lgan shu vaqtlarda. Endi Donald Trump'ning chiqishi xuddi Reagan chiqqan chog'da Sovet ittifoqini parchalashga kirishgandek, endi Trump'mi Xitoyni parchalaydigan bo'ldi degan gaplar yomon jiq munozirlar bo'lgancha shuning o'xshash mazmunda gap qilyapti. Endi bu mencha bu qatimqi nima shu asosli sababim shu so'g'din bo'ldi-ku. Endi u yerda o'tganda işte taladi qilgan chog'larda bir moncha odamlar og'rib, kasal taqdigan ishlar bo'lib kelgan tarixda-ku. U bir. Endi keyin hozir mana men bu yerda qarab turibman, havo sovuq bo'lishga boshladi. Endi shu xeli sovuq bo'lgan o'xshaydi. Bu bir sabab bor. Yana birisi ma'lumki Trump hozirchi ikki qatimliq o'qat emasmi, o'ltirish nimalar bo'lgan emasmi? Bo'lgandan keyin balkim mushuliqi Oq saroyning soqchilari, qo'g'diquvchilar bor-ku, ularning ayrim komitetlari bo'ldi. Shular shu qaror kelib, buni sirt qilmayli, agar
u meydan degan yomon cho'ng maydonchu. U yerga bir nimani tiqib qo'yib, nim qilish degan bu nihoyatda oson ya. U maydonga u agar bir ikki oy burun bir yerga tiqib qo'ygan bo'lsa, u tepilmagan bo'lsa, u yerga odamlar kirib olib, u yerda nimaning oldida tikilgan odam nishon qilib qilgan ishlar lekin u agar maqsadga yetamisan bir cho'ng davron balkim shuning oldini oldigan taraflarim bo'ldi. Endi ish qilmas so'g'uq havo obdan bani yo'lda turgan qancha hozir Amerika Washingtonda havo haroyi. Hozir bugun ancha so'g'uk emas. Bugun 0dan endi 1 gradus to'vanbiki işte rasmiy so'g'uk emas. Ertagacha bir 10 graduslar chiqib qolamiki deyapti. Endi dedik-ku bu yerga shu Amerikaniki siyosiy analizchilari mushaqqa nima deydimda? Shu xil ko'z qarashniki qaysi ko'proq analiz qilyapti ular? Ya ular hamda asosan shu men degandek shu bir qancha ehtimolliklarni deyapti. Ba'zilar turib shu ya uning bilan munosabat so'g'liqning sababi deydi va ba'zilar ashundaroq bir signalni beryapti degan gaplarni qilyapti. Ashtaqda. Ya'ni bu yerda endi zalning ichida qanchadan patidi dedi biz. Zalning bu ichiga bir 2000 dakil adam patamdi ya necha yuzdan patam nayt kichik endi. Asli mening planimda oldidagi bir nimaga meni ashak taklif qilganda oldida turibdi nima deydi. Bunda necha nimalar var emasmi? Unda nimalar taklif qildi. Bormaydigan bo'ldim chunki nima qilmayman men so'g'da men o'zim so'g'dan sal. To'liqqa taklif qilsa kim taklif qiladi deyman. Ha? Taklif qilsa shu nima emasmi? Biz donation qilmaymiz biz. Shu iyan beruvchilarga shu bergan iyanni qarab berdi. Men bu deb qo'yam so'rdingiz. Elki 200 adam patadigan zalning ichiga uchun. Mening parazimcha kirishning o'ziga balkim 250 ming dollar to'lash to'g'ri keldi. 250 ming. Alayda taklif qilganlardan boshqa alayda taklif qilgan odamlar bor-ku, senatorlar, kongress a'zolari, burunqi sobiq prezidentlar ular bekor kirdi. Lekin bundaroq nimalar ashak kirmaydigan bo'lsa, jazma shunchalik pul yetishgan. Yana bir xabar deydi. Aşı Trump'ның yanında turib, qo'l ko'rsatadigan darajaga yetadigan odamlarga deydi, 1 million dollardan to'lash kerak. 1 million. Aşı 1 milliondan yani to'plaganlarning ichidanmi bir qismlarini u nima qilamiz, vaqt to'shib ketibdi. Asosan to'shib ketdi. Yanında balkim bir 50-60 odamcha yanında tura oladi-ku. Yanında turib hatto Salamu aleyküm, ve aleyküm selam deyişeleydiğen, kol görüşeleydiğen işte ahvalga erişti. 1 milyon dollar ki. Şunun için ismimiz var o. Mark Zuckerberg'a deyimiz. Yana kaysı bir kançıları var. Jeff Bezos deyimiz. Bill Gates'la. Bunlar hemimiz 1 milyon beğenmenin sebebi şu. Yakınak yerde duruş. Hem de hazır o 1 milyon dollar beğensen mi? Yine de bir yeni baralaydığanga salayetning to'shmasligi mumkin degan gapni deyotdi. Bunday gaplar deb shu. Agar qaz qirqib kelgan bo'lgan bo'lsa, borgan bo'lsangiz yaqinroq qolsa, o'sha naq maydon taqib bulatqa ahvollarni Ya hozir men xeyli yaqin yerda turgandim, hamda bir yil mushtaq ahvol bo'ldi. Men bormayman deyman, nima qilmay bu so'g'da deb. Hamda ba'zi yerlarda zallarning ichida tusoq bo'lgan zallarning ichida shu xalqlar bilan birlikda TV ko'ramiz. O TV ko'rib deb qilib deb bağım kelmayapti. So'q uni ustiga. Unda olsa vaqtni bir yay beribdi, 1 soat tweetimizga 1 soat 18 minut ketib qolibdi. Bugungi suhbatni misha oxirlashtiraylik. Savolmi? Birinchi men bir fikrim bor. Ma'uchu, eng oxirgi savolchu nihoyat jonliq. Nihoyat nima savolchu? Mushu savol to'g'riliq, yana bir suhbat o'tkazsak bo'ldi deb qarayman. Chunki bu yerda Reaganning tarixini eslash to'g'ri keldi. Trump'ninki tercümanını eslash to'g'ri keldi. Shu vaqtdagi dunyo vaziyati qandoqlarcha shu Reagan Sovet ittifoqini parchaladigan, hamda hozirgi kelgan chaqda Trump shuning o'xshash shu vaqtga o'xshash bir o'zgarish bo'lish davrimi yo'qmi degandek mazmunlar emas. Endi unda qolsa bu vaqtim siz bir leksiya tayyorlasangiz, men savolni tayyorlab qo'yay. Reaganning tarixiga men qiziqaman. Ben bazı milletlerini okugan, bu da sohbet kılaydı desiniz size bir... Ben bu... Liksiyat tayarlap, bir 5-6 sual tayarlap, şu sualı asasında yani bir mülayız kıp bakamız. Komünizmde, en çok komünizm lagerini ağdığın şu Reagan'ın tarihini bir nazar taşlap,
Ondan Trump'ın nimasi bir nazar taşlarımız hepsi qayda. Bu Trump'ın en nima himoya qildigan prezidenti bu şu Reagan'chu. O to'zi uning gapini qildi. Bo'ldi, ashtaq bugun Bo'ldi, rahmat hamsa to'g'liqqa orliqda bir necha savollarni dedingiz, samimiylikdan javob berdingiz, xush bo'ldim. Bildigan narsani, dingiz bilmagan narsani yaxshisi izinib qilib baqish kerak. Bir necha savollar haqiqatan cho'ng savollarda. Bu qatimki Marko Pompeo'niki shu guvohlik berish yig'inida dunyoga bir xitob qilgan shunda 5 soatlik suhbatniki 8 timin ichida Uyg'ur masalasiga Tailand Uyg'urlarning tilga yelishi Uyg'urlar uchun bir yaxshi bir boshlanish, yangi bir hokimiyatniki chiqishida hamda. To'g'ri. Biz bu vaqtda qanday qilamiz? Ashbay savollar asosida yana bir qatim bir keng doiralik bir suhbat qilamiz. Anki ma Reaganning haqqida bir suhbat qilamiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Qarindoshlar programmamiz shundan oxirlashdi. Yana deydigan gap dunyoda bo'layotgan bu siyosiy siyoset nimasida Uyg'urlar munosabatli yangi xabarlar qilib qolsa, vaqti-vaqtida haqiqatdan xabarlantiramiz. Shundaqla boshqa qarindoshlarnikimi o'zi xohlagan temada leksiya va yoki suhbatlarni o'rinlashtirish qilib qolsa, bu Uyg'ur choyxona suhbatxonasi sizlar uchun hamkorlashadi. Har vaqt hamma odamga bu suhbat qilamiz. Uchoq bo'lsa o'xshamagan fikr iqimidagi kishilar kelish orqali suhbatni texnik yaxshi rangdor qilishga tirishaylik. Bu orqali o'zimizniki bir siyosat ingimizni o'stiraylik. O'xshamagan temalarni da pat-pat yana suhbat deb boramiz. Keyin qatimliq suhbat ko'rishaylik. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Sizga rahmat. Rahmat.